Barchaga xayrli kun. Mana yana bir xonadonimizga kuxnyalarga kvars toshlarini o'rnatib berdik. Bitta o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Kuxnyamizning ranglariga toshlarimiz juda chiroyli tushgan. Chaqmoq toshimiz Kvarsies firmamizning uzorlari ham fartuglarida davom etgan, ko'rishingiz mumkin. Bu kvars toshlarining eng yutuq tomonlaridan bittasi bular stiklari hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Maksimalli mana bitta stik tushgan, fartugda ham, stolesnitsa ham ko'zga uncha tashlamaydi, nizametniy bo'ladi. Kelinglar, mana shu kuxnyalarga kvars toshlarini xususiyati haqida Alisadan so'rab ko'ramiz. Alisa, oshxonalar uchun kvars toshlarining xususiyatlarini aytib bera olasanmi? Kvars toshlari oshxonalar uchun juda qulay va zamonaviy tanlov hisoblanadi. Ular tabiiy kvars kristallari va maxsus bog'lovchi moddalardan tayyorlanadi. Shuning uchun juda mustahkam va uzoq xizmat qiladi. Kvars toshlari namlik, issiqlikka va kimyoviy moddalarga chidamli, tozalash oson va dog'larga chidamli. Ko'rdinglarmi, даже Alisa ham kvars toshlari haqida to'liq ma'lumotlarni berdi. Oshxonalar uchun kvars toshlarini maslahat beraman.